Payg'ambar alayhissalomning oilasi. Payg'ambar alayhissalomning hijratdan ilgari Makka da qurgan oilasi o'zi va ayoli Xadicha bint Xuvayliddan tarkib topgan edi. Rasululloh Xadichaga uylangan chaqida 25 yoshga, Xadicha 40 yoshga kirgan edi. Rasululloh toki Xadicha vafot topganga qadar yana bir xotinni amirga olgan emas. Uningdan bir qancha o'g'il va qiz farzand yuz ko'rgan. O'g'illardan biri turmagan. Ya'ni kichikida o'lib ketgan. Qizlardan bo'lsa Zaynab, Ruqiya, Ummu Kulsum va Fatimalar cho'ng bo'lgan. Zaynab hijratdan ilgari o'zining bir navri tuqqani Abul As ibn Rabi'aga yotliq bo'lgan. Ruqiya bilan Ummu Kulsum birisi o'lib ketgandan keyin yana birini kayni-kaynidan Osmon ibn Affonga yotliq qilingan. Ammo Fatima Badr urushi bilan Uhud urushi oraliqida Ali ibn Abu Talibga yotliq qilingan bo'lib, uningdan Hasan, Husayn, Zaynab va Ummu Kulsum qatorliq 4 farzandi bo'lgan. Hammaga ma'lumki, Payg'ambar alayhissalom nurg'un yaxshi g'arazlar va oliy muddao va maqsadlar uchun 4 dan ziyod xotin olsa bo'ladigan imtiyozga ega edi. Shunga u olgan ayollarning umum soni 13 ga yetgan edi. 9 xotini ilikida bor holatda dunyodan ketdi. Ulardan ikkisi Rasululloh hayot chig'ida vafot etib ketgan. Uning biri Xadicha, yana biri miskinlarning onasi deb atalgan Zaynab bint Xuzayma edi. Qolgan ikkisini Rasululloh amriga olgan, lekin ularga duxul qilmagan. Ya'ni bir takkiga bosh qo'ymagan. Tövanda ularning nomi shariflarini so'zlab o'tamiz. 2. Savda binti Zam'a. Rasululloh uning bilan nubuvat, ya'ni payg'ambarlik kelgan yilining 10-yili Shavvol oyida Xadija o'lib ketib, bir necha kundan keyin uylangan. U ilgari Sakran ibn Amri ismli bir navri tuqqanda edi. Sakran o'lib ketib, Savda tul qolgan. 3. Aisha binti Abu Bakr. Rasululloh uni nubuvatning 11-yili Savdiga o'linib 1 yildan keyin hijratdan 2 yil va 5 oy ilgari 6 yoshida Makka da amriga olgan. Hijratdan 7 oydan keyin Shavvol oyida Madinada uning bilan bir takkida bosh qo'ygan. U bu chaqda 9 yoshga to'shgan edi. Aisha Rasululloh nikohiga olgan tunji qiz xotini bo'lib, u buningdan ilgari boshqa qiz xotin olmagan. Rasululloh uningga to'lama amroq edi. Aisha musulmon ayollar ichidagi eng katta faqih va eng bilimli shaxs hisoblandi. 4. Hafsa binti Umar ibn Xattob. Uning burunqi eri Xunaysa ibn Huzafa Tussahmi Badr g'azoti bilan Uhud g'azoti oraliqida vafot etib ketib, tul qolgan. Shuning bilan Rasululloh uni hijrining 3-yili nikohiga olgan edi. 5. Zaynab binti Xuzayma. Bani Hilal ibn Amir jamoatidan. U yetim yasirlarga bak kuyinganligi va ulardan mehr shafqatini aymaganligi uchun Ummul Masakin, ya'ni miskin, ojiz yetimlar onasi deb atalgan. Zaynab aslida Abdullah ibn Jashning nikohida edi. Abdullah Uhud urushida shahid bo'lib ketgan. Shuning bilan Rasululloh uni hijriyaning 5-yili amriga olgan. U Rasulullohga yotliq bo'lib 2 oy yoki 3 oydan keyin vafot etib ketgan. 6. Ummu Salima. To'liq ismi Hind binti Abu Umayya. U ilgari Abi Salimaning nikohida edi. Abi Salima hijriyaning 4-yili Jumadil Uxroda o'lib ketgandan keyin shu yili Shavvol oyida Rasulullohga yotliq bo'lgan. 7. Zaynab binti Jash ibn Rayob. Bani Asad ibn Xuzama jamoatidan Rasulullohning dada taraf ammasining qizi. U burun Rasulullohning o'g'li deb atalgan Zayd ibn Harisga yotliq qilingan edi. Ular chiqisholmay Zayd uning talqini berib ayrilib ketgan. Bu chaqda Alloh payg'ambar alayhisalomga xitob qilib, Zaynabni Zayd qo'yib keyin sana nikohlab berdik. Sura Ahzob 37-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qilgan. Yana mushu haqda Sura Ahzobdan bir qancha oyat nozil qilgan bo'lib, beqib olish masalasini tafsiliy bayon qilgan. Shuning bilan Rasululloh uni hijriyaning 5-yili Zulqa'ada o'z amriga oldi. 8. Juvayriya. Xuza'a qabilasi Bani Mustalaq jamoatining boshlig'i Harisning qizi. U Bani Mustalaq g'azotida asir tushgan bo'lib, Sabit ibn Qays ibn Shimasga taqsim qilingan. Sabit uning bilan mukotab, ya'ni qarallik pul topshirib o'zini ozod qilish to'xtami imzolagan. Rasululloh buni uqqandan keyin uning zimmasidagi haqni Sabitga to'lab berib, uni hijriyaning 6-yili Zulqa'dada nikohiga olgan edi. 9.
Ummu Habiba, to'liq ismi Ramla, Abu Sufyanning qizi. U burun Ubaydullah ibn Jashning nikohida edi. U eri Ubaydullah bilan birga Habasistonga hijrat qilgan. Ubaydullah u yerga borgandan keyin murtad bo'lib, ya'ni islom dinidan yenib, xristian diniga kirib ketgan va shu yerda uzoq o'tmay o'lib ketgan. Ummu Habiba bo'lsa, o'z aqidasida ching turib, hijrat nishonini ishga oshirgan. Payg'ambar alayhissalom Hijrining 7-yili Muharramda Najoshiga maktub avatganda, u amri orqali Rasulullohga xaridorlik qilgan. Shuning bilan amri Rasulullohga uning nikohini chigib qo'yib, uni Shurahbil ibn Hasanaga ketib Madinaga yo'lga selavatgan. 10. Safiya, Huyay ibn Axtabning qizi, Bani Isroil, ya'ni Yahudiylardan Xaybar urushida asirga tushgan. Rasululloh uni o'ziga tanlab elib qilib ozod qilavatgan va shu yili urushdan keyinla uni nikohiga olgan. 11. Maymuna bint Haris, Ummu Fazli, ya'ni Abbosning ayolining hamshirasi. Rasululloh uni Hijrining 7-yili Zulqa'da oyida oldingi yilidagi Hudaybiya umrasining qazosini qilgani borganda, sahih rivoyatga asoslanganda, umri ihromdan halol bo'lgandan keyin nikohiga olgan. Mana bular Rasululloh o'z nikohiga nikoh adisini berib olgan va bir takkiga bosh qo'ygan 11 fozil ayollardir. Ularning ichida yuqorida tilga olganimizdek, ikkisi Rasululloh hayot vaqtida olamdan o'tgan. Ulardan 9-i Rasululloh vafot topganda hayot edi. Rasululloh nikohiga elib bir takkiga bosh qo'yguncha u olamdan ketgan yana 2 ayoli bor edi. Ularning biri Bani Kilab qabilasidan, yana biri Kinda qabilasidan bo'lib, u Juvayriya degan nom bilan mashhur bo'lgan. Bu yerda nurg'un o'xshamagan fikr va qarashlar bor. Uni tafsiliy bayon qilishning hojati yo'q. Ammo qo'l cho'rlardan ma'lum bo'lishicha, Rasululloh ulardan 2 cho'risi bilan bardikallik qilgan. Biri Mariya Qibti, ya'ni Misr podshohi Muqawqis Rasulullohga hadiya qilgan. U Rasulullohga o'g'li Ibrohimni tug'ib bergan. Rasulullohning bu o'g'li Hijrining 10-yili Shavvolning 28-kuni yoki 29-kuni, milodiya 632-yili 27-yanvar bu vaqt chig'itli o'lib ketgan edi. Ikkinchi cho'risi Rayhona binti Zayd, Bani Nazir yoki Bani Qurayza qabilasidan. Bani Qurayza urushida asirga tushgan. Rasululloh uni o'ziga qoldirgan. Yana bir so'zda Rasululloh uni ozod qilib etib nikohiga olgan. Shunga u Rasulullohning xotinlar qatorida sanildi deyilgan. Zamonimizdagi tadqiqotchi olim Abu Ubayda yana boshqa 2 ayolni zikr qildi. Uning biri Jamila, bir urushda asir tushgan, yana biri Zaynab binti Jahsh hadiya qilgan boshqa bir cho'ridir dedi. Demak, Payg'ambar alayhissalomning hayotiga nazar solgan har qanday bir kishi shuni obdan bilib oladiki, o'zining 30 yillik yoshlik umrini bo'libmi eng go'zal yoshlik bahori urg'ib turadigan chog'larini 30 yosh bir xotin bilan o'tkazib, ondan umrining oxirini muncha ko'p xotinlarga o'ylinib qilishi, ushtumtut uning vujudida mushundoq ko'p xotin bo'lmasa qandirib bo'lg'ili bo'lmaydigan bir xil shahvoniy ishqibozlik kesili tasaddibi eshib ketganligidan bo'lmasdan, balki bu yerda barliq o'ylanish va yotliq bo'lishlarda asosiy nishon qiladigan muddao va maqsadlardan texmi ulug'vor, texmi yuksak boshqa bir g'araz va nishonlarning borligini tushunalaydi. Alayli Rasulullohning Oisha va Hafsaga o'ylanib, Abu Bakri va Umarlar bilan qudilishga yuzlanishi, shuningdek qizi Fatimani Ali ibn Abu Talibga va Ruqiya, ondan Ummu Kulsumlarni Osmon ibn Affonga yotliq qilishi, uning uzoq sinoqlardan o'tgan, qiyin kunlarda islom uchun fidokorlik ko'rsatgan shu mashhur 4 shaxs bilan bo'lgan munosabatini texmi kuchaytirishni maqsad qilganligini bilib olg'ili bo'ldi. Arablarning an'anaviy urf-odatlarida qudubochilik munosabatga qattiq hurmat qilinadi. Ular kuy-o'g'illik munosabat o'rnatish, qarshilashayotgan aymoq jamiyatlar orasini ittifoqlashtirish darvozasini ochganlik deb biladi va Xudo kuy-o'g'illar bilan tirkishib qon to'kishni o'zlari uchun or-nomus va to'van xastalik deb qaraydi. Shunga Rasululloh mu'minlarning onalari bo'lgan shu bir qancha ayolni amriga elish orqali ayrim qabila va aymoqlarning islomga bo'lgan o'chmanligini pasaytishni va islomga qarshi qo'zg'agan urush o'tlarini o'chirishni iroda qildi. Mu'minlarning onasi Ummu Salima radhiyallohu anha Bani Maxsum qabilasidan edi. Ya'ni Abu Jahl ibn Hisham va Xolid ibn Validlarning qabilasi. Rasululloh Ummu Salima bilan to'ylashib edi. Xolid musulmonlar qarta Uhud urushida tutgan pozitsiyasini o'zgartirib qolmay, aksicha texi uzoq o'tmay o'zligidan musulmon bo'lib,
o'z ixtiyorligi bilan hijrat qilib keldi. Shuningdek, Abu Sufyanmo qizi Ummu Habiba Rasulullohning amriga o'tib edi, uning bilan yuzma-yuz tirkishishga jur'at qila olmadi. Yana shuningga o'xshash Rasululloh Juvayriya va Safiyalarga uylangandan keyin Bani Mustalaq va Bani Nazir qabilalaridanmi hech qanday ig'vogarchilik, oshkora dushmanlash harakatlari ko'rilmadi. Eng muhimi texi Juvayriya o'z xalqiga nisbatan eng barakatlik va iftixorli ayol bo'lib qoldi. Rasululloh Juvayriyani amriga elibdi, sahobalar Bani Mustalaq asrlardan 100 oillik asrni Rasulullohning qayni-og'a va qayni-otallari deb qo'yibdi. Yana buningdanmi ulug'vor va buningdanmi sharaflik birdan-bir g'araz shuki, payg'ambar alayhisalom madaniy ma'arif, taraqqiyot, adab-axloq qoidalariga amal qilish va ilg'or jamiyat barpo qilish va uni qudrat topqizishga hissa qo'shish deganlardan qilch xabar yo'q bir xalqni oqartishga mas'ul qilingan edi. Ammo islomiy jamiyat barpo qilishning asosiy prinsiplari ayollarning qora quyuq aralashishiga yo'l qo'ymaydi. Halbuki ayollarni oqartishga bo'lgan ehtiyoj erlarga qaraganda to'limi jiddiy va kam bo'lsa bo'lmaydigan darajada muhim bo'lsa-mu, biroq shu prinsiplarga rioya qilish bilan tang elqi ayollarni oqartish nishoniga bevosita yetkili bo'lmaydi. Bundaq ahvolda payg'ambar alayhisalom shu nishonga yetish uchun yeshi va talant iqtidori o'xshamaydigan qobil ayollarni tanlab amriga elib, ularni tarbiyalab oqartishi, din shariat ahkomlarini o'rgatib va islom madaniyati bilan qurollantirib, ularning kelgusi shahar yezi ayollarining qeri yosh hammasini tarbiyalash uchun oldin tarbiyalab yetishtirib chiqish kerak edi. Ondan ular ayollar ichidagi tablig'i yukini ustiga ola oladi. Barhaq ular, ya'ni mu'minlarning onalari keyingi kunlarda Rasulullohning oila ahvoli va xususiy ishlarini keng musulmonlar ommasiga naql qilib tunishtirishda ajoyib cho'ng tuhfasi bo'ldi. Bo'libmi uzoqroq umr ko'rgan Oisha onamizga o'xshash ayol olimalar Rasulullohning nurg'un ish izlarini va so'z harakatlarini aynan tunishtirib berdi. Bu yerda yana jaholiyat insonlarining qon tomiriga singib ketgan ko'na an'anaviy qoida usullarni buzib tashlash uchun yo'l qo'yilgan mundaq bir xil nikohmi bor. U qoida bo'lsa, bola beqib olish qoidasi bo'lib, jaholiyat arablarining nazarida beqilingan bola o'z vujudida bo'lgan farzandliga o'xshashla huquq va hurmatga sazovor bo'ladi. Bu qoida kishilarning inga shu darajada singib ketgan ediki, uni o'zgartirish asla mumkin bo'lmaydigandek qiladi. Eng qamlashmaydigan yeri shuki, bu qoida islom yo'li qo'yilgan nikoh, taloq, miros va hijob va oila muomilalaridagi qoida-nizomlarga qattiq zid bo'lib, islom dini jamiyatdan yo'qotmoqchi bo'lgan nurg'un buzuqchilik va fasodxo'rliklarga yo'chiq qoldiradi. Shunga shu noto'g'ri ongni o'zgartirish uchun Alloh payg'ambar alayhisalomni o'z hammasining qizi Zaynab binti Jashni nikohiga elishga buyurdi. Zaynab aslida Zaydning amrida edi, ammo ularning orasida faqat issiqchilik bo'lmay keldi. Oxiri Zayd uningdan ayrilib ketish qaroriga keldi. Bu dal Ahzob, ya'ni ko'p qabila birlashma qo'shinining Rasulullohga va musulmonlarga qarshi birlik safi hosil qilib to'plashib Madinaga hujum qilayotgan paytga to'g'ri kelgachga, Rasululloh munofiqlar, mushriklar va yahudiylarning uningga qarshi ta'tir tashviqot elib berib, ig'vogarchilik qo'zg'ashidan va xurofiy qoida usullardan foydalanib, iymoni ojiz musulmonlarga yomon ta'sir berishidan ansirdi. Shunga u to'pilab bu patqoqib ketib qolmaslik uchun Zaydning xotinini taloq qilmaslikni topildi. Ammo bundaq ziddiyatdan o'zini qochirib, ehtiyot yo'lini tutish va Allohning amriga dilg'uldi bo'lish Rasulullohning payg'ambarlik salohiyatiga mos kelmaydi. Shunga Alloh bu haqda payg'ambar alayhisalomga qo'ydi va mundoq dedi: "O'z vaqtida sen Alloh ne'mat bergan, sen in'om qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqin" dedi. Alloh oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirdi. Kishilarning ta'na qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Qur'oni Karim Sura Ahzob 37-oyatning bir qismi. Oxiri bo'lmay Zayd uni taloq qilib ayrilib ketdi. Musulmonlar Bani Qurayzani muhosiraga elayotgan kunlarda Rasululloh uning iddati chiqib bo'lgandan keyin nikohiga oldi. Iddat ayollarning ajrashgandan keyin 100 kungacha yotliq bo'lmay kutib turish vaqti. Bu nikoh Rasulullohning ixtiyori bilan bo'lmasdan, balki Alloh bu nikohini Rasulullohga qat'iy tangan edi. Hatto bu nikohga o'zi bevosita egadorchilik qilib, mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zaynabni Zayd qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik. Sura Ahzob 37-oyatning bir qismi. Demak,
Allohning Zaynabni Rasulullohga majburiy nikohlab berishidagi sabab buni oyatlarda nazariya jihatdan allaqachon pochoqlab tashlangan bola beqish va beqib olishning ko'ni xato qoida usullarini amaliy harakat bilan bir qatimliq tuzash hisoblanadi. Alloh mundoq deydi: ularni otalarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Sura Ahzob 5-oyatning bir qismi. Yana mundoq deydi: Muhammad aranglardagi erlardan hech birining otasi emas, lekin u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning oxirgisidir. Alloh uning bilan payg'ambarlikni oxirlashtirgan. Uningdan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi. Sura Ahzob 40-oyat. Shundoq jamiyatda shu darajada cho'nqur yildiz tortib ketgan nurg'un an'anaviy qoida usullar borki, uni ig'zoki tashviqotga tayinibla tugatgili yoki o'zgartgili bo'lmaydi. Balki uning uchun shu tashabbusni o'ttira qo'yg'uchining amaliy harakati zich birlashishi kerak. Bu xil amaliy harakatning ijtimoiy kayfiyatga qanchalik tez ta'sir ko'rsatganligi Hudaybiya umrisida musulmonlarda nihoyat ro'shan ifodalandi. U qitim musulmonlar Urva ibn Mas'ud Saqafi o'z ko'zi bilan ko'rganidek Rasulullohning tükürgan tükürüklarini tabarruk bilib yuz ko'zlariga surkib olishgan. Tahorat suyi bilan qo'llarini namlab olish uchun urushib ketgili tas qilishgan. Ular texi daraxt tubida o'limga rozi bo'lish, ammo qochmaslikqa bas-basta ahd berishgan pidokor musulmonlar edi. Ularning ichida Abu Bakr va Umarlarga o'xshash peshqadam pidokor sahobalarmi bor edi. Hudaybiya kelishimi imzolanib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom bu sahobalarni darhol turib hadiyalarni bo'g'izlab ehromdan chiqishga buyurgan. Uning buyrug'iga hech kim midir-sidir qilmay jim turib oldi. Hatto Rasululloh qattiq tashvishlandi va g'azablandi. Lekin bu chaqda Ummu Salima Rasulullohga boshqalar bilan kori bori bo'lmay, o'zi berib hadiyasini zabihi qilib, ehromdan chiqaverishga maslahat berdi. Rasululloh shunda qilibdi, sahobalarmo orqa-orqadan Rasulullohga agishib, hadiyalarni zabihi qilishib, ehromdan chiqishga oldirdi. Mana bu voqea orqali ko'na an'anaviy bir qoidani o'zgartishda ig'zoki tashviqot bilan amaliy harakatning birlashishining qanchalik zo'r ta'sir farqi borligini bilib olg'ili bo'ladi. Degandek, bu nikohdan keyin munofiqlar nurg'un ig'volarni tarqatdi. Ular bu nikoh to'g'risida keng ko'lamda ta'tir tashviqot elib berib, ba'zi iymoni ojiz musulmonlarga qisman yomon ta'sirlarni ko'rsatdi. Bo'libmi Zaynab Rasulullohning 5-ayoli bo'lib qoldi. Vaholanki musulmonlar bir 4dan ziyoda xotinlik bo'lishning halolligini qat'iy bilmaydi. Uning ustiga Zayd ibn Haris shu kamgacha Rasulullohning o'g'li deb qarilib kelgan edi. Elning nazarida o'g'lining ayolini xotin qilish eng qabih fohishvozlik sanaladi. Allah Sura Ahzobda mushu ikki tema haqida dal joyida va qanoatlanarlik javob berdi. Va sahobalarmo beqib olishning islom dinida nikoh munosabatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydiganligini va yana Allohning Rasulullohga uning alohida ulug'vor nishonlarini amalga oshirish uchun musulmonlar ommasiga ruxsat qilinmagan 4dan ziyoda o'ylanish imtiyozini berganligini bilib oldi. Xo'sh, Rasululloh ashu ummahatul mu'minlar bilan samimiy, kuyimchan, hayo hurmat, esillik, oliy janoblik va xushxo'ylik bilan chiqishib o'tgan. Shuningdek ularmo Rasulullohni izzatlash, qanoat qilish, sabrchanlik, kamtarlik, o'z burchini ado qilish va er-xotinlik haqlarini ustiga olish jihatda eng yuqori darajada turadi. Halbuki Rasulullohning turmushi kishi toqat qila olmagudek ravishda qisilchilik va nomrodlikda o'tgan edi. Anas mundoq deydi: "Men Rasulullohning toki Allohning dargohiga safar qilganga qadar oq non ko'rganini va bir butun kavob qilingan qo'yni ko'rganini bilmayman" degan. Oysha: "Biz 2 oy o'tib, 3-yangi oyni ko'ratdik. Rasulullohning hech qaysi uylarida o't qololmaydi" degan. Urva radhiyallohu anhu uningdan: "Sizlarning turmushinglar nima edi?" deb so'raganda, ular 2 qora yemakdik, ya'ni suv va xurma edi deb javob bergan. Bu vaqtdagi hadislar nihoyat ko'p. Rasulullohning oila turmushi mushundaq g'urugul va namratlikda o'tgan bo'lsa-mu, bu ayollardan tanqidlashga tegishlik cho'ng bir qanoatsizlik xatoligi sodir bo'lgan emas. Biroq ularmi inson bo'lganligi uchun eng muhimi shariat ahkomini turg'izishga sabab bo'lish uchun faqat birli qatim yuz bergan. Bu chaqda Alloh payg'ambar alayhisalomga ixtiyor qo'yish oyatini nozil qilib: "Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni paravan turmushni va dunyoning zibu-zinnatlarini ko'zlasanglar, kelinglar. Sizlarga bir oz narsa beray.
sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh haqiqatan ishinglardagi yaxshi ish qilguvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozik ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. Sura Ahzob 28 va 29 oyatlar dedi. Amaliyotda bu ayollar o'zlarining esil nasab, pokizligi va oliyjanob fazilatligi tufaylidan hech kishiga maslahat solmasdan Allohni va Allohning payg'ambarini ixtiyor qilishdi. Ularning birimi dunyoni tanlashga moyil bo'lib ketmadi. Shundaqla ular shuncha ko'p turuqliq odatda kundashlar orasida yuz beradigan kundashlik g'alba g'udurlarimi yuz bermadi. Faqat inson bo'yi sifati bilan ayrim ba'zilarida qisman gap so'zlar bo'lib o'tgan bo'lib, Alloh buningga tanqid bergandan keyin qayta takrorlanmagan. Bu ahvolni Alloh sura Tahrimda mundaq deb tilga oldi. Ey payg'ambar, nima uchun Alloh senga halol qilgan narsani ayollaringning roziligini tilash yo'lsidan harom qilsan? Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Alloh sizlarga kaforat bilan qasaminglardan chiqishni belgiladi. Alloh sizlarning eganglardir. Alloh har narsani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida payg'ambar ayollardan biriga, ya'ni Hafsaga bir so'zni yoshirin aytgan edi. U, ya'ni Hafsa, uni Oishaga aytib qo'ygan. Alloh bo'lsa sirning oshkorlanganligini payg'ambarga bildirgan chaqda u, ya'ni payg'ambar uningga, ya'ni Hafsaga ya'ni Hafsa oshkorlab qo'ygan so'zlarning ba'zisini aytdi, ya'ni yuziga soldi. Ba'zisini aytmadi, ya'ni yuziga solmadi. Payg'ambar uningga sirni oshkorlab qo'yganligini aytgan chaqda u, ya'ni Hafsa, buni senga kim xabar qildi dedi. Payg'ambar, menga buni hammani bilib turg'uchi, hammadan to'liq xabardor Alloh xabardor qildi dedi. Agar Oisha, Hafsa ikkinglar Allohga tavba qilsanglar, o'zinglar uchun yaxshidir. Sizlarning dininglar Rasulullohga ixlos qilishdan burilib ketdi. Agar sizlar Rasululloh xo'p ko'rmaydigan ish ustida uningga taqobil tursanglar, u chaqda Alloh uning madadkoridir. Ulardan boshqa farishtalarmi uningga yo'lanchikdir. Agar u sizlarni qo'yibsa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi, Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunguchi, Allohga va payg'ambarga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tavba qilguchi, ibodat qilguchi, ro'za tutguchi cho'konlarni va qizlarni uningga berishi mumkin. Sura Tahrim 1-oyatdan 5-oyatgacha. Oxirda men islom dinining ko'p qo'tilliq bo'lish prinsipini tekshirib tadqiq qilishning va uni oqlab dalillashning hojati yo'q deb qarayman. Chunki islom dinining bu siyosatiga tish tirnoqi bilan qarshi turadigan shu Yevropaliklarning va Amerika aholilarining turmushiga, bo'libmi ular tortayotgan baxtsizlik va ichinishlik ahvollarga, ular sodir qilayotgan rasvochilik va qabih jinoyatlarga va bu prinsipdan voz kechganligi uchun duch kelayotgan baloyi qazo va dard alamlariga nazar solgan har qanday bir aqlli kishi dalillab o'ltirmasaqmi buni tushunadi. Mana ularning bu baxtsiz hayoti islom dinining mushu prinsipining odil to'g'riligiga bo'lgan eng kuchli ro'shan shahid bo'la oladi. Buningdan aql egalari cho'qim ibrat ola oladi. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din